Ekrandagi bu yigitlarni katta ehtimol bilan birinchi marta ko'rib turibsiz, lekin ular suratga olgan filmlarni siz ijtimoiy tarmoqlarda aniq ko'rgansiz. Bular Obsession va Backrooms. A love only the branch of a willow tree could conjure. You love me more than anyone in the world? Bear, I love you so much. I don't think I could live without you. I found something in the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. It's beautiful. Am I right? Hello? Ikkala film ham horror janrida bo'lib, internetda juda katta muhokama bo'lyapti. Bilasizmi nega? Chunki bu filmlarni bor yo'g'i 20 yoshli YouTuber bolalar kam byudjet bilan syomka qilgan. Masalan, Obsession filmi Gollivud standartlariga mos kelmaydigan $750 ming bilan syomka qilingan. Tasavvur qilishingiz uchun Christopher Nolanning Odyssey filmiga $256 million sarf qilinyapti. Bunaqa kam byudjet bilan olingan filmni nechta pul daromad qilish mumkin deb o'ylaysiz? Naqd $400 million. Ammo hozirda 90% odamlar zo'r video olish uchun menda qimmat kamera bo'lishi shart yoki yillar davomida o'qishim kerak deb o'ylashadi. Va shu noto'g'ri tushuncha tufayli millionlab yoshlar videografiya kasbiga kirishga ikkilanib qolishadi. Meni ismim Shamsiddin Azimov, media olamida 7 yildan beri ishlab kelaman. Hozirda Kasb Media bosh videografi va Kasb markazi Pro videografiya offline kursini mentoraman. Bugun men sizlarga sohaga endi kirib kelayotgan yoshlar top 5 ta qiladigan xatolarni sanab o'tib beraman. Va birinchi xato, sohaga kirish uchun albatta menda texnika bo'lishi kerak deb o'ylash. Sababi ko'pchilik videografiyaga kirib kelayotganda menda qimmat kamera yoki menda bir mos texnika yo'q deb o'rganishni kechiktiradi. Lekin ishonavering, bu eng katta bahona va eng katta xatolardan bittasi. Lekin eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, sohaga kirish uchun sizda hattoki mikrofoningiz ham bo'lishi shart emas. Eng muhimi o'zingizdagi ishtiyoq va xohish bo'lsa bo'ldi. Texnika topiladi. Ikkinchi xato, bilimim yetarli emas deb o'ylash. Ko'pchilik men hali tayyormasman yoki meni bilimim yetarli emas deb ikkilanadi. Lekin ishonavering, videografiyada mukammal biladigan odamning o'zi yo'q. Hamma jarayonda o'rganadi. Xohlagan narsani tez o'rganish yo'li bu faqatgina amaliyot. To'g'ri, nazariy bilimlar ham kerak, lekin siz buni amaliyotda ishlatmaydigan bo'lsangiz, buni hammasi bir teng. Shuning uchun shu ideal kunni kutib o'tirmang. Tavakkal qiling, boshlang. Uchinchi xato, bozor tor, kuchli raqobat va AI ishini olib qo'yadi deb o'ylash. Yoshlarning ko'p qismi videograflar ko'payib ketdi, menga joy qolmadi deb o'ylaydi. Lekin hozir media asri va hozir hamma media olamiga chiqishga harakat qilyapti. Shaxsiy brend bo'ladi, biznes brend bo'ladi, farqi yo'q. Hammaga yaxshi videograf kerak. Lekin hozir media bozorida mas'uliyatsiz videograflar ko'payib ketgani uchun hammaga yaxshi mutaxassis zarur. Sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha u yaqin 20 yilda inson omili qatnashadigan sohalarni umuman egallay olmaydi. Chunki bu kasbda real time'da kreativlik kerak va buni AI hali berib bosa olmaydi. 4-chi va men eng ko'p kuzatadigan xatolardan bittasi sohaga kirayotganda noto'g'ri maqsadlar qo'yish. 90% odamlar videografiya faqatgina tez, ko'p pul topadi deb kiradi va shuning uchun ham umrini oxirigacha past darajadagi videograf bo'lib ketadi. To'g'ri, yangi kasbga kirib kelayotganingizda sizning eng katta motivatsiyalaringizdan bu pul bo'ladi. Lekin faqatgina pul uchun ishlaydigan bo'lsangiz, siz o'sishni to'xtatasiz va darajasiz qolib ketadi. Agar pul emas, karyera qurish maqsadida sohaga kiradigan bo'lsangiz, menga ishonavering, pulni o'zi siz orqangizdan qo'llaydi. 5-chi va eng oxirgi xato o'zini boshqalar bilan solishtirish. Menimcha siz ham qanaqadir bir rejissyorning kinosini ko'rgandan keyin yoki bir qanaqadir video rolik ko'rganingizdan keyin, men va buni qila olmayman, urinib ham ko'rmayman deb o'ylagansiz, to'g'rimi? Lekin ular bosib o'tgan yo'llar va ular qilgan xatolarni siz tasavvur ham ko'rmagansiz. Shu sabab ham boshida aytib o'tganimdek, amaliyot eng muhimi. Agarda siz faqat ko'zni pishirib, chiroyli kartinkalarni ko'rib, men ham eplay olaman deb o'ylayvergan bo'lsangiz, adashasiz. Siz uni parallelni amaliyotda olib borishingiz kerak. Bo'lmasam faqatgina ko'raverib, keyin amaliyotda qila olmasangiz, siz выгорание uchraysiz. Aniq bilaman, shu 5 ta xatodan hech bo'lmasa bittasiga duch kelgansiz va shu muammolarning yechimini ham bilib oldingiz. Shu sabab endi videografiya sohasini professional darajada o'rganib, katta daromadga chiqishingiz mumkin. Bunda sizga Kasb markazi Pro videografiya offline kursi yordam beradi. Bu kursda siz bozorda yagona bo'lgan natijali
sohaga tayangan bilimlarga ega bo'lasiz. Qisqa qilib tanishtiradigan bo'lsam, kursimiz 80% amaliyotdan iborat. Shu 2 oy davomida sizga darsga kerak bo'ladigan barcha texnikalar va studiya sharoitida syomkani taqdim etamiz. Hech qaysi o'quvchi e'tiborsiz qolib ketmasligi uchun bizda alohida ikkinchi ustoz, kurator ham bor. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, videografiya kursining ichida siz sun'iy intellekt, video montaj, content making bo'yicha professionallardan dars olasiz. Eng muhim joyini aytadigan bo'lsam, agarda siz videografiya kursimizni natija bilan tugatadigan bo'lsangiz, sizga o'zimiz ish topishga qarashamiz. Bu vazifada Kasb Karyer loyihasi bizga alohida yordam beradi. Bu loyihaning ichida 2000 dan oshiq o'quvchilarimiz yig'ilgan. Agar ushbu taklifimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa va bu soha aynan men uchun deydigan bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz.